Ha! Internetda shunaqa zo'r o'yin ko'rdim. Dadasi hozir shuni siz bilan o'ynamasam yorilib ketaman. Yana boshlandi. O, xotin, yaqinda 32 ga kiraman-da. 33 ni ham ko'rgim kelyapti, maylimi? Chesni o'ynaymiz. Hech kim bir-birini urmaydi, so'kmaydi, bir-biridan xafa ham bo'lmaydi. Bir-birini o'ldirmaydi ham. Ishonching komilmi, xotin? Yana o'tgan safargiday xonamizda choynak piyola uchun yurmasin. Bu xonadan tinchgina chiqamiz. Qarang dadasi, bir-birimiz haqimizda faqat rostini aytamiz. Xafa bo'lish yo'q, urish yo'q, so'kish yo'q. Kelishdikmi? Mayli, o'lsin. Boshla. Ha, o'zingizdan bo'lsin. Ayo, xotinjon, ayollarni hurmati bor. Boshlang. Cho'ntagingizdan $200 yo'qolib qoldi-yu, rosa qidirdingiz. O'shani men olgandim. So'kish yo'q. Raz, men ham boshlar ekanman. Sovuqroqlar, pichoq, boldalar yo'q-a? Ovqat bemaza chiqadi. Anchadan beri aytolmayapti. 5 yildan beri miq etmay ichardingiz-a? Mayli, urish yo'q, so'kish yo'q. Siz oyog'ingizdan ham 50 ta hidi keladi. Zato o'zimga hidi yoqadi. Senchi kechqurun erkaklarday hurlik otasan. Azizam. 5 yildan beri miq etmabsiz-a? Qanday chidadingiz? Gap yo'q. Ha, mayli. O'tgan safar ushganimizda qorningiz og'rib 20 marta bir kunda tualetga qatnadingiz. Esizdami? Savol. Nimaga ekan? Aytdim. Sho'rvanda ham g'alati edi. Mayli. Raz o'yinimiz qizigandan qiziyotgan ekan, ikkiladin. O'zingcha mendan bekitib, yoz so'ng ichida pul yig'ayotding. O'sha pul birdan yo'qolib qoldi. Nimaga ekan? Men u pullarga katakxona qurib, tovuq biznes ochmoqchi edim. Nyo. Bir narsani bilib qo'ying. Men sizga o'zimni 2002 da tanishtirganman-ku, aslida 88 man. Dano bile. Sezgandim. Nimadir neto edi. Mayli. Mani birinchi muhabbatim 3-sinfda paydo bo'ldi. U meni ingliz tili o'qituvchim edi. Ko'ngilga shapati berishmi? Unda eshiting. Men ham 6-sinfimda jismoniy tarbiya o'qituvchimni yaxshi ko'rib qolganman. Unda sanam eshit. 8-sinfda 5 tasi bilan gaplashardim. Demak, finalga keldik. Ras shunaqa ekan, men ham to'g'risini aytaman. Men 8-yigitimga turmushga chiqqanman. Unda eshit. Telefonimdagi santexnik deb yozilgan brat aslida santexnik emas. Nima? Urush yo'q dedi, so'kish yo'q dedi. Yana xafa bo'lib ketvordi. Ha, chidasang o'ynada. Erkak